siz indi reklamından baradınız Октябрь ayında. Anın dokumentlerin işlevudene Elbiya Salov'un kiyevi Ravil Yekbatcanov bilen Venera Ganiyeva başlan yeriler. Şuşu halıqara proyektini tırmışqa aşırıda. Hem şuna eken bugün bütün çeşilara nişi görületip kol şarttınız kadirli dostlar. Bunların barısı da Venera Ganiyeva umuttan Venera'nın studentları, elektrik studentları. Bugün alan profesyonel çeşiler. Bugün alan Tatarstan'ın yukarı noktalı isimlerin alğan çeşiler. Halıqara konkurslar laureatı Lilyana Irnazarova. Tatarstan'ın alt kazanan artisti Marcel Vagizov. Tatarstan'ın alt kazanan artistisi Alina Sharipjanova. Bütün Rossiya hem halıqara konkurslar laureatı İlnar Miranov. Hayırlı dostlar, bugün Halıqlar Mustafa Orgunlu Tatarstan Davlat Jarxabiy ansamblinin en talantlı biyuşilari katnaştı. Hayırlı dostlar, alar Tatar biyu sanatına zor ölüştürken Andrey Samoylov, Ayran Zahidullin, Sayda Minubayeva, Aliya Kaskadinova. Hazırda alıp bardı Tatarstan'a halk artisti Rashid Sabirov. Bizning tovush rejissyori, atatlı rejissyor. Ol Tatarstan Respublikasi radio komitetining ko'rinakli tovush operatori, jirshilarni dunyoga chaqirgan rejissyor, Tatarstonning atqazangan san'at ishligisi Kamil Fayzrahmonov. Video montaj yaptık bo'yicha bizning birinchi klassda master Artur Sungatov. Adamızlar bugünkü proyektinin aktarı ko'rinakli artistka, uyushtiruvchi Elfiyapanın altın bahanası anın kızı Zülfiya Abzalova Nigmatjanova. Sizga bir zo'r rahmat bildirasım kelar. Ravil Klimovich sizga, Azat Chulpanov sizga, butuningizga, butun kollektivlarga, butun xalqqa rahmat kelingizga. Bir zo'r rahmat. Mening aniyimni eslatib qolishim, uning ruhina bugungi kech duo bo'lib qolsin. Bir zo'r rahmat sizga. Tamaşaçılar, qadrli Moskavlilar, bu proyektni biz endi ertuk o'zimizning Tatariston Respublikasining Rossiya Federatsiyasidagi to'liq vakolatli vakili Ravil Karimulovich Ahmadovich bizdan qarshi olib, qo'noq etib, mana shulay qilib biz yollar etib, zo'r kuchlar bilan keldik. Bugun shu bizning to'liq vakolatli vakilda Ravil Karimulovichning qayg'ir kuchlari orasida zo'r kuch to'plab chiqish jasadik sizning oldi. Qadrli Moskavlilar, rahmat sizga. Har biringizga insonlik, sog'lik, salomatlik, dunyolar tinchtirsin. Elimizning ko'rga oyoq bo'lsin. Dunyolar emin bo'lib, tag'in ko'rishlar nasib bo'lsin. Sog' bo'ling.